Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 11-bob. 3. O'rin Saxonning bu qizga yaqinchilik qilib, "Voy Rayhon ay" deb ketishlarining tuqqanchilikdan boshqa sabablarimi bor. U o'g'li Varisjonga mushu qizni elib bermoqchi. Bu bir necha yildan beri o'ylab kelayotgan o'y. Buningdan Gulsumxonningmi xabari bor. Ba'zi bir agitma gaplarning ma'nisidan Rayhonmi xabarsiz emas. Biroq qiz hozirgacha bu to'g'riliq o'ylabmi ko'rgani yo'q. Rayhon bu yerga har qatim chiqqanda O'rinsaxon qilg'ili qiliq topolmay xush bo'lib, gap agitib qizni chekib qo'yatdi. Rayhon bo'lsa hech nimani sezmas bo'lib oladi. Bugun mundaq xufiyana ma'nidagi so'zlarmi bo'linmadi. Shahardagi yangi o'zgarishlar haqida uzoq parang bo'lib, oxir yetib qolishdi. Ammo Rayhon bugun tuzukkina uxlamay, tun qayrilgacha xiyol bilan to'lg'inib chiqdi. Bu xiyol nadin keldi? Naiti tushunishlik. Bu xiyolni malay yigit Nadam paydo qildi. Yigitning soqchi amaldoriga musht etishi, Aqtambayga aytgan so'zi, o'zining tamkin, xiyolchanligi qizning ko'z oldidan ketmaydi. Yosh va hissiyotchan qiz uchun yigit to'g'risida xiyol qilish ham ko'ngillik, ham azobliq. Uning xiyolida atila u yigit bilan paranglashish istiki barg'ansiri avj ilib ketdi. Putiga cho'ruq tortgan, uchisiga kona, yamoq tushgan yalong chapon kiygan, qora qashliq, kam so'zlik mardona yigit uning ko'z oldidan birdammo neri ketmadi. Bo'libmi Nadamning tamkin harakatlari, nohaq ishqa g'azablanishi, o'rinliq mardona so'zlari uning xiyolida takrorlanaverdi. Uningga zodila aram bermadi. Rayhon nurg'un kitoblarni, ba'zida hukumat o'qishni ma'ni qilgan adabiy kitoblarni o'qigan. U shu kitoblarda tasvirlangan qahramonlardek odam bo'lishni orzu qiladi. Bugun xuddi shundoq bir odamni kitobda emas, o'zining hayotida, ko'z oldida ko'rdi. O'zi eski chapon ichida tursimu, yuragi olmosdak chaqnab turgan Nadamni so'latlik kiyim-kechaklar ichidagi Varisjonga silishtirib ko'rdi. "Qaranglar" deb o'ylaydi qiz. Qarab turib zo'rlik qilayotgan iflos bir amaldorga Varisjon nimancha xushomat qiladi, yelinadi, yolvuradi. Uningda haqiqiy insonlik vijdon yo'q ekan-ku. Nadam mana u haqiqiy vijdon egisi. Mard jur'atlik yigit. Men o'qigan kitoblardagi qahramonlarga o'xshash. Varisjondek qo'rqoq, xushomatchi odamlar bilan qandoqmi umrlik do'st, sirdosh bo'lg'ili bo'lsin, kishi Nadamdek odam bilan umrlik do'st, sirdosh bo'lsa, uningda nima armon qoladi? Shundoq qilib, Rayhonda bugunla ko'rgan Nadamga nisbatan issiq bir tuyg'u paydo bo'lib qoldi va shu tuyg'u to'lqinida tavirinib xiyol surdi. U O'rinsaxonning necha qavat qilib silib bergan yumshoq ko'rpisining ustida emas, go'yo qattiq toshning ustida yotgandek to'lg'inib uxlayolmay, butun tunni azob bilan o'tkazdi. Taqozo bilan kutgan tong subiyasidan direk kelganda bo'lsa, u uxlab qoldi. 12-bob. 1. Qaraqsiz qilib o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan bu tosh yo'lda uzundan uzunga so'zilgan harbilar karvoni kelmoqda. Tog' havosi so'g'uq, uning ustiga yiroqda qolgan Sayram ko'lidan ko'tarilgan ochiq shamol yetib kelib, yuzlarga yengnidak sanchilmoqda. Kun ko'tarilib, arg'amcha bo'yi o'rlagan bo'lsa-mu, so'g'uq texi bo'shg'ini yo'q, ham bo'shaydigandekmi emas. Harva ustida o'ltirganlarni shumshaytib qo'ygan. Safarga otlanganlar atiganda bir ikki piyola qiziq choy ichib mangan bo'lsa, balki munchlikmi to'ngib ketmas edi. Ular Utaydan sahar yo'lga chiqqan. Bugun safarning 6-kuni. Ularni Gomindaning bir izvot otliq askari qo'g'dab kelyotidi. Izvot komandiri karvon beshining choy ichib qo'rsaqni to'yg'izib mangayli. Bugun sovuq adab qapti. Deginiga unimay, atiganlik choyni dahiyanizda ichimiz deb harvalarni majburiy mang'uzgan. Mana endi ularnamo qo'rsqi ichib ot ustida o'ltirolmay qoldi. Ya u gapni ig'zidan chiqarolmadi.
Bu karvan Kuomintangning Shexodagi qismlarga qishliq kiyim-kechaklarni yetkazib berishga mang'an bo'lib, texi yo'lning ko'p qismi oldida edi. Qo'mondonlik Shexuga 10 kunda yetib berishni belgilagan. Shunga izvod komandirimi 10 kunda yetib bormasak bo'lmaydi deb harvalarni hadab oldiratmoqda edi. Ey, Rodu, uxlayotsan-ku, yo'lingga qara. At o'zi yo'l tepib mangdi. İttik mang, layg'azal. Arva to'xtab qolgani yo'q, mengvatidi-ku. Chumulidek mangmay atni urmamsan. Tazimo o'lim tiknimikina bu. Qara, kaynida qolding. Atni ursam bo'ldirib qolsa, sen ostindagi atni beramsan? U qo'lidagi qamchisini ko'targan edi. Uninggacha karvon beshi bilan izvod komandiri kelib qoldi. Ular arg'a tushib, ikkisini besib qo'ydi. Ammo izvod komandiri harvakashga gulaydi. Takallashmay harvonni tizayda. Uxlab qilib harvon katanga tushib, urilib ketsa qanday qilsan? Karvon beshi gapga aralashdi. Atlar o'ginib ketgan. Hergiz katanga tushirib qo'ymaydi. Undaq yerlardan agib o'tib ketadi. Karvan ig'ir chamdab yurmakda. Yo'l bo'yidagi qaqshal quray chatqallar titrab shivirlamoqda. Kimdir biri bo'sh ovozda naqsh etmoqda. Sayramning ko'li deydi, biz barg'ucha to'nglaydi. G'amda qolgan beshimni Xudoyim o'zi o'nglaydi. Beshingni o'nglaydiganlar birdilla chiqib qolarmikin, ilohunika, dedi belini qora lastik pota bilan bog'lab olgan qara burutliq karvon beshi. U muzlab ketib harvadan tushib piyoda mang'an edi. Undaqlar chiqib qolsa qaltis xo'sh bo'lmiz degina. Munu talat so'rin muz chiroylardan qutlarmizmi uka? O'lmagan jonda umid bor debdikan, dedi u kulimsirab. Balki qutulib, g'amda qolgan beshimiz o'nglanib ketar. Karvon beshining shundoq deyishiga sabab bor edi. Karvon beshi Zayniddinning yaqin tonishi edi. U Panjim, Xudiyor yuzi, Kepak yuzi qatorliq yezilarning dehqonlarga arva sayisi tushib, ular mamoqchi bo'lganda Zayniddin karvon beshi bilan ko'rishgan. Daxiyanza atrofida bir guruhpa qurolliq partizanlarning karvonni qo'g'dab ketib borgan Kuomintang askarlarga o'q etib, ularning qo'lidagi kiyimlarni tortib oladiganligini va uni nilqiga yetkazib beradiganligini aytgan. Undaqda biz nima ish qilib beramiz? Degan edi karvon beshi bu gapga qiziqib. Biz ularga tegish qilganda o'zinglarni daldiliq yerlarga elib, bizga moslashib bersanglar bo'ldi. Qolganini o'zimiz bilamiz, degan edi Zayniddin jikilib. Karvon beshining ko'zi atrofda. Chatqalliqlar har bir to'p yulg'unlargacha sapsilib ketib boradi. Keldiganlarni to'rt ko'zi bilan kutyotidi. Birdam karvonning oldiga kelib, birdam keyniga o'tib, ko'ngli tortgan odamlarga bu xabarni yetkazayotidi. Anglaganlarmi xo'sh bo'lib, qin-qiniga patmay qilyotidi va atrofga sinchilab qarayotidi. Karvonmu osonlikcha yo'lga chiqqan emas, yo'lga chiqishga qarshilikmi qilgan, lekin qarshiligini aqtirolmagan. Undaq bo'lishi bu yil ochliq yaxshi o'xshamagan. Uning ustiga turlik alvon yasoqlar ko'payib, eg'irlashib ketgan. Kunning qattiqligidan hech iloj qilolmay, jon saqlash uchun o'zaro so'zlashib, tog'dan yog'och kesib kelib satsak bo'larmi, yoki xonlarga tushib ko'mir tartsak bo'larmi, va yoki shaharga kirib ma'dikorchilik qilsak bo'larmi deb turganda, hukumat farmon tushirib, ularni Shexuga mang'uzmoqchi bo'lgan. Ular o'zaro pichirlashib, harvalarni ko'ydirib etib, atlarni taqqa chiqarib etsak qandoq bo'lar deyishayotganda, yezilarga chiqqan harbiy amaldor atlaringlarni taqlatimiz, yam bo'g'izni oshirib beramiz, pulnimi nurg'un beramiz deb turib olgan. Bu farmondan qutulmoqmi tasga tushgan. Shuning bilan ular bu uzun yo'lga chiqqan. Rost, atlarni taqlatdi, yam bo'g'iznimi beryotidi, lekin hozirgacha pul bergini yo'q. Qaytib kelganda beramiz deydi. Rostilla beramdi, bermamdi. Buni Xudo biladi. İzvod komandirmi to'rt atrofga zan qo'yib, diqqat qilib ketyotidi. Uning andishisi boshqalarnikidan kuchlik, chunki safarga minishdan burun boshliqi yo'lda paqas bo'linglar,
6 o'g'rining odamlarga uchrab qilishinglar mumkin. Agar uchrab qilib sizlarga hujum qilsa, qattiq ilishinglar, kiyim-kechaklarni ularga hargiz berib qo'ymanglar, deb qattiq tapalgan edi. Askarlarga andisha qo'rqinch silib qo'ymaslik uchun u bu gaplarni boshliqning topshirmasi bo'yicha ularga demidi. Shunglashqa har kuni kechasi qayerni qo'nalg'u qilsa, shu yerga 10 nafar askarni postga qo'yib, o'zimi oz uxlab mandi. Shu tapda u andishlik xiyollarga petib, 5 kunlik safarining tinch o'tib ketganiga xush bo'lib, qolgan safaridan andisha qilib, 4 atrofga yalt-yult qarab ketib boradi. Daxiyansiga oz qolganda tuyuqsiz chaqmoq chaqqandek tang-tung qilib o'q ovozi anglandi. O'qning qayoqdan chiqqanligini hech kim sezmay qoldi. O'q ovozi bilan tangla 3 odam ot ustidan g'ulab tushdi. Buning biri oldida kelayotgan izovod komandiri. Ikkisi uning keyinda kelayotgan askari edi. Jimjit kelayotgan karvon birdilla patparaqchilikqa tushdi. Zayniddin boshchiligidagi 10 nafar qurolliq partizan buningdan 1 soat ilgari kelib, bu yerga yo'lg'unliq chatqanliklar orasiga yo'shiringan edi. Tezlik bilan otlangan partizanlar avtomat miltiqlaridan o'q uzib, qiyoqas cho'qqan bilan o'qdek uchib kelmoqda edi. Tuyuqsiz yuz bergan ishdan o'ngi o'chib, ko'zlari chaniqidan chiqib ketishga oz qolgan askarlar bo'yinlarga osgan qurollarini olg'ucha yana bir qanchasi yiqildi. Etidan tushib, o'zini harvining daldisiga elib, oldida kelayotgan Zayniddinni nishonga olgan yo'g'onbosh askar karvon beshining keyindan kelib, kuchinib turib urgan qamchisidan yiqildi. Partizanlar qiyoqas cho'qqan bilan yetib keldi. Qishliq kiyim-kechaklarni qo'g'dab kelayotgan qismning hayot qolganlari qurollarini tashlab qo'lini ko'tardi. Ular atigandan biri sovuqdan titragan bo'lsa, mana endi partizanlardan qo'rqib hayot qolarmizmi deb titramoqda edi. Tog' tarafdan bir necha kishining to'ga va yavdoq otlarni haydab kelayotganligi ko'rindi. Zayniddin ekansiz-ku, ukamoy. Karvon beshi Zayniddinning oldiga keldi. U otdan tushdi. Qaltis yerda uchrashib qoldik-a? Qarang, sizni uchrashib qolishimizni bilatdingiz-kanda. Daxiyanizda paydo bo'ladigan men desangiz bo'lmasmidi? Ulug' ishlarni tavirtibsizlar jumo. Bizning mo jinimiz pido uka. Muni o'larmanlarni etvatmamsizlar. Qo'l ko'targanlarni atsak bo'lmaydi. G'uljiga mushunda qo'l ko'tarib borsa, boshliqlari baribir etivitar. Ular nima qilsa o'zlarining ishi. To'ga otlarga arvalardagi qishliq kiyim-kechaklar ortilib mahkam chigildi. Asirlar jinga yo'lga silindi. Yuklar tog' tarafga, achalga mangdirildi. Sizmo nilqimamsiz? Ahvolga qarayman. Sizlar g'ulji qaytinglar. Ammo 2-3 haftagacha hukumatning ko'ziga ko'rinmanglar. Xo'sh, Zayniddin asirlar ko'zdan yetib, xili vaqtgacha ularning keyindan qarab turdi-da, sabdoshlariga yetishilish uchun ot soldi. Birdamdan keyin o'liklar ustida quzg'unlarning uchib yurganligi ko'rindi. 13-bob 1. G'ulja tarixida surlik, fojialik bir kun boshlandi. Tunigun kechqurun chiqqan shamol bugun tongga yaqin bo'ronga aylanib, dahshatlik hurkirab to'plarni to'zitdi. Dal daraxtlarning ba'zisini yiltizi bilan qo'mirib tashladi. Ba'zisini qaraslatib sundiribdi. Axlat chavarlarni uchirtib qayoqlargadir pirqirtib tashladi. Sarg'aygan yopirmoqlar ko'chalardagi eriq va godanglarga tiqildi. Uchar qushlar, jonivorlar o'chaklarga kirib ketishdi. Kun yuzini to'sib, chang to'zonga to'lgan osmondan to'pi yig'ib, shahar go'yo xarobilikqa aylangandek ko'rimsiz ham surlik bir tusga kirib qoldi. Bosh soqchi ham tarmoq soqchilardan tegishlik vazifalarni ustiga olgan chiriklar va puxracha kiyingan soqchi ofitserlari tongning etishini kutib, xuddi chashqanni marab yotgan mushukdek tayyorlanib turishadi. Tong etishi bilanla ular harakatga keldi. Qilichlarini qapadan chiqarib, miltiq tapanchalarni betlab, nishonlangan o'rinlarga qarab yugurdi. Qizil pochaqlar, isyonchilar, nilqidagi 6 o'g'ri bilan munosabati bor deyilganlarni
va gumonliq odamlarni biroqla tutish ishi boshlandi. Cheriklar va puhracha kiyingan soqchilar yugurganicha ko'chalarga kirdida oldin olib belgilangan darvozalarni, eshiklarni qattiq urishga boshladi. Tez ichilmagan eshiklarni urib sundirib uylarga bostirib kirdi. Hayal qilmay ular kirgan uylardan qo'rqib ketgan bolalarning qiya-chiya qilgan ovozlari, ayollarning dod faryodlari va buvay mo'maylarning nolalari ko'tarildi. Cho'ng ko'chalarda, tor ham yon ko'chalarning do'qmishlarida 2dan 3dan cheriklar turib olib, birmu odamning uylaridan, qo'rovlardan chiqishga ruxsat qilmadi. Bozorda do'konlar taqilib, savdo-sotiq to'xtadi. Bo'sh va vangchungsiz qolgan ko'chalarni surbisib ketdi. Mana uylardan qo'llariga ko'yza silingan yoki qo'llari kayniga qilib bog'langan odamlarni cheriklar oldiga silib haydab chiqishdi. Ularning kaynidan yig'a zora bilan agishib chiqqan ota-onalar va bola-chaqalar xuddi onasidan ayrilib qolgan cho'jilarni eslatdi. Tutilgan bolasidan agishib bir mo'may chiqib keldi. Mo'mayning kumush rang sochlari chuvilgan, ko'nlaklari titilgan, chiroyi oqargan bo'lib, birda haydilib ketib borgan qiziga, birda miltiq tanglab ketib borgan cherikka esilatdi va o'zini yo'qotgan holda qaqshab nola qilatdi. Ikki qo'li kayniga bog'langan qiz Ili Millatlar gimnaziyasining o'quvchisi Rayhon edi. Qiz beshini yuqori ko'tarib, maydisini kirib, go'yo onasining dod faryodini anglamagandek mardona qadam tashlab kelyotdi. Uning chuvilgan qora sochlari yuzlariga tushgan, kuchlik shamol sochlarni ikki tarafga qayirib yelpib turardi. "Balamni qo'yib ber, qonxo'rlar!" deydi mo'may g'azablik ovoz bilan varqirab. "Nim gunohi uchun tutishsan? Aytish haqini!" Rayhon yezidan tizla qaytib kirgan edi. Chunki u qancha qilibmi birinchi qitim ko'ribla yuragida issiq bir tuyg'u paydo qilgan malay yigit nodam bilan qayta ko'risholmadi. Varisjonning tetiqsiz qiliqlari, onasining xushamati uni bezor qilayotgan. Shunga uning yuragi qisildi, ichi pushdi. Hayotida nimadir bir nima kamlik qildi. U ich pushqining sababini tepish, suyumlik do'stlari bilan bir safda turish uchun shaharga qaytib kirdi. Atsila maktabga qarab mang'an edi. Onasi uni to'sdi. "Jinim balam, borma. Sen ketgandan keyin dedim-g'u, maktabing texmo ansizlashib ketibdi-dak. Nim deganing bu apa? Maktabdan, saboqdoshlarimdan ayrilib qolsam bo'lamdi. Nima ishlar bo'lib ketganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak", dedi qiz onasiga. U oxir onasining ra'yiga boqmay maktabga kelgan edi. Rayhon yeziga chiqib kirgan oraliqda yana bir necha saboqdoshlarining tutilib ketganligini uqdi. Qiz ichi qaynab, g'azabdan titrab ketdi-da, yuz berayotgan bu alomatlarga parvosizlik qilib yurishni o'ziga nomus deb bildi. Yezining odamlarini nodon, yavash deydi texi deb o'yladi u. Ana nodam yezining bir malay bolasi-g'u. G'alvirgan hiliqi soqchi amaldorining raso adibini berdi-g'u. U shunchalik jur'atlik, vijdonlik yigit ekan-g'u. Bizda shunchalik jur'at, vijdon, nomus yo'qmi? Shuncha zo'rliq, nohaqchiliklarga nafratlanmay, mo'lla mushuk bo'lib yuramdiq. U kechki tamoq vaqtida maktab oshxonasida o'rindiqning ustiga chiqib, jur'atlik bilan qaynab turib, mundaq nutq so'zlagan edi. "Savoqdoshlar, hozir maktabimizda bir qanchilgan ustozlarimiz, savoqdoshlarimiz tutib ketildi. Ularning gunohi nima? Biz bilmaymiz. Maktab tashkilining buning bilan nimishqa kori bo'lmaydi. Bu ishni biz nimishqa surishtirmaymiz? Biz bir-birimizga nimishqa mas'ul bo'lmaymiz? Hammamizni tutib bo'lg'icha qarab turamizmi? O'ylab boqayli, savoqdoshlar. Go'mindonchilar bizni nimishqa odam qatorida ko'rmaydi? Nimishqa bizni xolgancha bo'zaq qila oladi? Gunohsiz odamlarni xolgancha tutqun qila oladi? Uning og'zidagi barobarlik, xalqchillik, odillik deganlar nega ketdi? Biz nima qilsa xo'p deb yuramdiq? Qaranglar, ko'chalarda, uylarda nima alomatlar bo'lyotidi? Bir yerda zo'rliq, bir yerda yig'zora, bir yerda qon, bir yerda o'lim. Biz bularni ko'rmasga silib, quloq yo'pirib yuramdiq.
Hech bo'lmaganda hukumat oldida haqqoniy gapimizni qilish, haqqoniy maydonda turish bizning qo'limizdan kelmamdi. Ba'zi o'qituvchilarimizning haqqoniy gaplari, nutqlari, bizdan kutgan umidlari esimizdan chiqdimi? Uning ahdisidan chiqqidek iroda, kuch, vijdon bizda yo'qmi? Uning ko'zlarida g'azab uchqunlari chaqnab, yuziga chechilgan bir necha tal chechi titraydi. Chiroyi surlik tus olgan edi. U qurigan lavlarini namdab qo'yib, so'zini davomlashtirdi. Biz maktab tashkilining og'ziga qardik, og'ziga qarab masha keldik, lekin haq sado chiqmadi. Keyin bilsak, ularning saqchilar bilan heliqi mo'lundek qarshib yurgan ko'k chaponliqlar bilan tili bir ekan. Biz endi tushandik. Jur'at qilib bosh saqchi idorasiga berishimiz, tutilib ketilganlarning izdirkini qilishimiz kerak. Ularning gunohsizligini jakarlatib, yondirib chiqishga jiddiy harakat qilishimiz kerak. Shu chaqda hayajonlangan o'quvchilar chavak chilishib, uning so'zlarini ma'qullashgan edi. Mana shu so'zi uchun Rayhon bugun tutildi. Bir chirik miltiqining qo'ndiqi bilan oldiga devaylab kelgan Momayning maydasiga urgan edi. Momay kayniga santurlib yiqilib tushdi-da, yetib qoldi. Rayhon kayniga burilib qarab, "Apa, apam!" deb qattiq varqirdi. Uning ovozi bo'ronga qo'shilib sadosiz yo'qolib ketdi. Chirik miltiqining qo'ndiqi bilan uni oldiga ittirdi. Qiz tirajab turilib, birdilla olg'a etilib chiqib, heliqi chirikni kuchab qattiq tepdi. Chirik o'ngdisiga tushdi-da, ikki do'blab berib, eriqning ichiga tiqildi. Qo'lidagi miltiqi qonqib neriga tushdi. Shuningdan keyin boshqa chiriklar Rayhonning udul kelgan yeriga urib, uni yiqitdi ham dastlab ketishdi. Qiz hushidan ketdi. Saqchilar uni so'rab mangdi. U hushiga kelganda qattiq azob va xo'rliq his qildi. U shu tapda o'zini qo'g'daydigan Nodamning bo'lishini to'limu arzu qiladi. Nodam yeziliq shu malay yigit Rayhonga esilgan ofitserning adibini raso kelishtirib bergan emasmidi? Nima degan jur'atlik, nima degan vijdonliq, qo'rqmas yigit-a? Hozir u bu yerda bo'lgan bo'lsa, chiriklarga shirdek etilmasmidi? Qanchisini yerga urib, Rayhonni himoya qilmasmidi? Mana, chiriklar yana bir tar ko'chadan 50 yoshlar chamisidagi cha saqalliq bir odamni haydab chiqmoqda. Ammo uning qo'li bog'lanmagan. Yinida billa kelayotgan puxracha kiyingan birisi uningga qarab, "Balangning nədikini aytamsan yo'qmi? Yaxshilikni izdamsan yomonliknimi?" dedi tarni turib. "Aytyapman-ku, 3 kunning oldida chiqib ketgan deb, nega bordiganligini hozirgi yoshlar ota-onasiga aytamdi?" dedi cha saqalliq kishi. "Azbiroyi, men bilmayman." "Sen bilmaysan, shundaqmi ha? Men seni hozir bildigan qilaman. Hozir biladigan yerga opirman. To'xtab tur." dedi u parqirgan ko'zlarini uningga tikkanicha. Uning chiroyidan vahshiylik yig'ib turadi. Har bir uydan tutib chiqqan odamlarni kichik ko'chalardan ilib chiqib, bo'sh va jimjit qolgan cho'ng ko'chaga yig'di. Shu asnoda sanduq ko'zubluq qizil sirlangan 2 mashina chirqirab kelib to'xtadi. Puxracha kiyingan birisi mashinaning kaynidagi eshikni jilaqiltib ochdi. Tutilgan odamlarni ittirishib chiqarib, sanduqning ichiga soladi. Eshik etilishi bilanla mashina yana dahshatli chirqirab uchqandek yurib ketdi. Shamol gurkirmoqda. Dal daraxtlar shavqin salmoqda. Hukumatning 6 o'g'ri degini inqilobchilar ekan. Inqilobchilar hozir nilqida g'alaba qilyapti. Ozodlik tashkiloti hozir qaltis ishlayotidi. Xalqning dodiga yetadiganlar chiqib qoldi degan gap so'zlar ig'izdan ig'izga, quloqdan quloqqa o'tib, faqat G'ulja shahrida emas, balki ili tavasida qattiq g'ulg'ula qo'zg'agandan keyin Gomindan hukumati bu ishni ili vaqasi deb atadi. Ili vaqasi degan bu gap chiqishi bilanla hukumat ichida darrov qandaqdir bir vahima paydo bo'lib, hukumat amaldorlari ansizlikka tushib, o'ltirsa qopsa shunala o'ylaydigan, shunala so'zlaydigan, o'ylagan sari texmi qo'rqadigan, hatto kechalari tushidimi ili vaqasini tushib, jo'ylib uyg'onib ketadigan,
Öydümü, taladımı özünü sürbesip turadigan bir holat paydo bo'lib qolgan edi. Yuqorida yuz berayotgan alomatlar munosabati bilan yaqinda o'lkalik soqchidan 6 nafar konvoyni agashtirib, Liobindi ismli amaldor kelgan edi. U ili voqeasini tinchitish uchun nurg'unlagan tadbirlarni qo'llandi. Bugungi muno dahshatli tutqun ana shu tadbirlarning biri edi. Davomi bor.